Bugun O'zbekiston futbolida 31 yillik tarix yangilanishi mumkin. 5-iyun soat 21:00 da O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash bahslarida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'ynaydi va asosiy tarkibda Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va Jaloliddin Masharipov maydonga tushib, tarixda ilk bor deyarli 31 yil ichida birinchi marta Jahon chempionatiga chiqishimiz mumkin. Bu o'yinda yutqazishga haqqimiz yo'q, hattoki durang natija qayd etsak ham chempionatga yo'llanmani qo'lga kiritamiz. Bu vatanni onamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezib ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytgan gapi ko'p hali. Kırık yıl küçük. Bizde Jahon chempionatidan 1 daqiqa tugat! Allohu akbar! Allohu akbar! O'zbekiston! Biz Jahon chempionatidamiz! Stechal 98 bo'ldi. Voy yo'q. Hey, Stechal! Yo'qachan. U bu kimdirdi shutdingmi? Chalib oling, lu. Tugadi! Voy gap yo'q. O'zbekiston jahon chempionatida. Biz buni ko'rdik, o'rtoqlar. Siz bilan biz bu tarixni ko'rdik. Birinchi marta O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Hammani tabriklayman.